Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Efus Power kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda anglab turganingizdek mana bu videoni obloshkasidan ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Dmitriy Berbatovni sinab ko'ramiz. 29 yoshli kartasi. Yangi kelgan. Endi mana bu Treasure Ringdan kelgan. Endi o'shani ko'ramiz hozir. Qaranglar, 189 bo'y akalar. 29 nima deydi? 29 yosh. Vesini ko'radigan bo'lsak, bu bo'yga ves lekin bo'lmaydi-da akalar. Bu ves sal yengilgan. Xo'p, achaga shu forward. Nima deydi? Anaqa nimadir forward-da bu. Nima edi? Deep line forward. Inglizchasiga deep line forward bo'ladi. Короче, mana statlari ko'ryapsizlar. Hujum uchun ideal-da. 90 umeniya, 88, 87, 90 ball controller hammasi dahshat. Короче, realizatsiya 91, 83 podkrutka вообще zo'r. Sal sekinu, buni ham amalab ketsak bo'ladi. Siludan normalniy. Priuches yaxshi, bo'yi ham normalniy-da. 190 bo'y akalar. 80 talchoq, 90 balans. 190 ga endi bo'yiga, 190 bo'yiga endi talchoq balans 90 bo'lsa endi g'alati-da. Endi gnizdo qo'shmaganman. Endi texnichist o'zida mana skillari keladigan bo'lsak dahshat. Обводка двойным касанием, игра головой, дальние подкрутки, акробатика, игра пяткой, удар без подработка, феноменал финишинг, пас в касание, пас разрез, подкрутка шведка. Вообще dahshat akalar. Hozir buni onlaynda bitta match o'tkazamiz va baho berib ketamiz akalar. Kommentda yozib ketasizlar va videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizga juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Nega desalaring, 2000 ta bo'lishim kerak endi bahorgacha akalar. Eplasak epladik, eplamasak tichardik bo'ladi bu yoqda. Nima bo'ladi boshqa, to'g'rimi? Ha akalar. Короче, match boshlangan joydan boshlanadi akalar. Duel. Odam topildi akalar. 3245 Milan akalar. Hozir ko'ramiz. Qanaqa o'ynaydi bu bahoni berib ketamiz. Bahonada ham bu freedan tushgan, Treasure Ringdan tushgan ana Kelinini ham sinab o'tib ketamiz akalar. Va statistikasini ham ko'rsatib o'tib ketaman orada mana. Opanya bu yotdi 102 umini, patka, hamma narsasi joy-joyida akalar. Bu ham 187. Ashi ideallarni tashagan keyin mana Xabi Alonsoni ham bahonada ko'rib o'tib ketamiz. Bu dahshat akalar, вообще dahshat bu. Короче, duay. Sizlar mana o'sha Berbatovni bekorga ko'rsatmayapti. Hozir вообще dahshat bo'ladi. Svikida deb yozib qo'yganman, nimaga bilmayman. Shunday klaviaturada mana qilib tashaganman, o'shanda yozilib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Menimcha. Endi ko'ramiz hozir. Endi like bosib qo'yinglar. Ha. Короче, o'yin boshlandi. Hozir mana Berbatov o'zi boshlab beradi, adashmasam. Ha, mana ketdi. Xabi Alonso, duay. Roberto Carlos. Robertoinho. Qaytar orqaga. Yaxshi. Davay, Hugo Lloris. Voy, internetim deydi. Yo'q. Berbatov o'zi boshlayapti. Berbatov ko'ryapsizlar. Nega o'ynalmayapsiz deydigan bo'lsalaring, mana internet negadir lag bo'lyapti akalar. Boshidan bildilaring hozir. Lagni bildinglar, to'g'rimi? Mana qaranglar, bu kontrollari vashi dahshatda akalar, zo'rda. Tepadan ham tashib yursanglar, kalada yetib qo'radi-da, bu ko'ryapsizlarmi? Vashi dahshatda. Yo Shevchenko urdimi? Kim urdi? Hozir ko'ramiz. Ha, kim urdi? Berbatov urib qo'ydi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Вообще yorvoradi bu. What the hell? Shevchenko urgan ekan. Mayli, Berbatovda ham bu yerda ana katta pas berdi chunki xato bo'lsa ham. Davay, Canavaroni o'pisiga qo'yib qo'ydingizmi degan bo'lsa-ning, ha akalar. Juda ham zo'r o'ynar ekan, o'pisiga qo'yish maslahat berib ketaman. Keyin raqibda ham hozir shu yerda xatosini aytib o'tib ketish kerak edi aytmoqchi. Esdan chiqib ketibdi. Kelini davay, qani mahorating ko'rsin. Zanetti. Cannavaro. Opana Felina. Ana. Mana yana duay. Berbat qani paslardan bitta ko'raylik. Past qaranglar. Voy juda ham past, la ilahi, короче, wow. Mashallah.
Вообще dahshat pas. Davay. Короче, ko'rasizlar, mana hozir zo'r o'ynayapti. Berib ikkita golda ham anosi bor-da, foydasi tegyapti-da. Shuning uchun agar tushirgilar kelsa, mana shuni tushiringlar agar. Tushmadi deyotgan bo'lsalar, tushmaganda ham mana shu tushsa, yoqmasa ham mana shuni o'ynatib ko'ringlar bitta. Yoqmasa ham bitta men uchun o'ynatib ko'ringlar, akalar. Yana beradi. Mana, mana qaranglar, pas qaranglar. Bu pas berasizlar, ko'rasizlar o'tkachini. Mana shu to'xtatmayib tepsalaring bo'ladi demoqchi edim. Bareski degan bir bo'y pastak, bir cho'tki zashitnik qaytarib qo'yadi. Vashchi bo'y pastak bo'lsa ham dahshat o'ynaydi. Uni ham aporniga kuchaytirsa bo'ladi. Aporniga zo'r o'ynaydi. Hoppa, pas o'tmadi. Orqaga qaytaramiz. Kellini bor. Bu yerda Kellini bermaydi endi bu bo'ldi. Bu zashdan ushadi. Ferdinand ekalas bo'ldi. Shoh bu zashdan. Mana unaqasi qaytarib, Kallada mana bu yerda Kannavaro apornini ushab qo'ydi. Tepaga, yaxshi. Tepa, shoshilma. Berbatov ko'rasizlar? Ko'rasizlarmi o'ynashini buni? Orqaga sekin, orqadan boshlaydi-da bu. Kannavaro davay. Raul. Bunaqasi voy, Raulni pasi hech qachon o'tmaydi. Nega desalaring, buni pat kurtkasi yo'q. Pat kurtka bilan aylantirib tasha olmaydi, chunki tekis tashagan uchun ko'pincha to'sib qo'yadi akalar, 75%. Mana men yerdan xato qilib qo'ydim hozir, ko'rdinglar? Mana qaranglar, mana Xabi Alonsoga pas tashlaymiz. Bitta yo'qmi? Mana yo'q bo'lsa bunday qilib oldirib qo'yamiz. Keyin oldirib qo'yganiga yana olib qo'yamizda, endi oldinga qarab tashib turib, Berbatovga tashab, bu yoqda yugurib ozgina oldirib qo'ymasdan mana Baresi pastak yana mana o'qib qo'ydi, akalar. Inqib qo'yma, yaxshi Kellini, yaxshi. Samuel Eto'dan zarba ko'ramiz. Va! Voh, sal qoldi. Gol bo'ladi dedi, lekin birinchi taym qaranglar, 2-0 bo'ldi. E'tibor beringlar. Like bos qo'yinglar akalar. Davay, orqaga sraz yaxshi. Qaranglar. Mana pas beradi. Chichyordi men bu. Sossi-da bu akalar. Raul degan bir mavjudot borki, uning pasi 75% o'tmaydi. Lekin bir xilda shunaqa zo'r o'tadi. Ikkita zarba, ikkita gol. Dahshat. Bir şey yo'q. Like bos qo'yinglar. Davay, qaranglar, hozir ikkinchi taym boshlanadi. Boshlanishi bilan hozir bitta gol urishga harakat qilib ketamiz. Boshlanishi bilan urishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda raqibdan olib qo'yish kerak. Bilamiz aytganimizdan bilaman. Ha, yarim gapinglarda javob bor. Pas beradi. Oldirmaydi-da uncha-muncha, ko'rasizlarmi? Dahshatda, vashshe zo'r. Menga yoqyapti, lekin Berbatov endi o'zim ham yemuvchi bo'lganim uchun ham yoqyaptimi? O'g'lim bilan bitta o'ynatib ko'rishim kerak. Qaranglar, driblingni qaranglar, akalar, vashshe dribling. Juda ham ideal darajada qilingan. Bu bo'yiga bunaqa dribling vashshe zo'r-da. Orqaga pas ber. Yaxshi. Tepadan. Carlos. Shoshildik. Shoshib qo'ydik akalar. Shoshaqlik qilmanglar. Yaxshi. Shoshma. Bunaqasi pas berib. Davay. Pas bermaydi-da, ko'ryapsizlarmi? Va unaqa tepaga tashlaymiz hozir. Bitta kallada Raker degan bir maxluqona harakatlarda bunaqasi pas. Voy, to'xtatmaysanmi? Bu mana Kannavaro, ko'ryapsizlarmi Kannavaro? Mana bunday pas. Va Yo, davay. Voy, double touch. Voy, qila olmadik akalar. Mayli, Eto pas tashadi. Kellini bor bizda. Tepadan yana Raul. Uderjani qaranglar. Uderjani qaranglar. Qana o'ynaydi bu? Olinglar, maslahat beraman. Dahshat o'ynaydi mana qaranglar. Ketchini qaranglar buni. Qaranglar. Chuqudmoni qo'ysa, naraqda bo'lmasa, bu tarafda aylantirib qo'yapti o'sha yerda aylantirib qo'yapti. Вообще mana qaranglar, raqib xatosini tushuntiraman. Bu yerda raqibim chiqib ketdi mana. Ko'rasizlar, mana yopishmadi, faqat ana uni bosdi. Matchapni bosdi. Matchap bosgani uchun mana shunaqa bo'ldi. Keyin narada adashib patgatda ham bosdi. O'shaning uchun raqib xato qilib qo'ydi va o'yindan chiqib ketdi. Shunday. Вы победили. Ko'rdinglar, endi hozir Oponya.
Menda bor-ku bu. Afsus deb bunday o'tkazaveramiz. Mana ko'tarildi akalar, уже 3 marta yeb qo'yibsiz deyapsizlar. To'g'ri. 5 marta necha bo'lib ketdi. Qarang, ikkinchi matchga gum. Qarang, ikkinchi matchimiz start olmoqda akalar. 3200-3100 lik komanda bilan tushdik. Hozir ko'ramiz o'yinini, raqibning o'yinini va o'zimiz o'yinimizni ham tahlil qilib ketamiz orada. Videoni shaqacha ko'rgan bo'lsalar, bitta like bosib qo'yinglar. Mana ko'rib turibsizlar, bu Dmitriy Berbatovni mana ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 4 ta o'yin, 5 ta gol, 2 ta pas bor akalar. Pasni zo'r berar ekan bu. Ey, dahshat ekan. Olib qo'yinglar, maslahat beraman akalar, zo'r o'ynayapti. Ko'rdinglar mana Nito joydan aylantirmoqchi. Aylantirdi ham. Gol bo'ldi-da, lekin gol bo'ldi. Shunaqa. Pas raqib. Ferdinandni ko'rsatish bilan boshlanyapti o'yin va Cannavaroni ham ko'rsatib o'tib ketadi. Chunki bular eng zo'r tandem akalar. Tandemlik bo'yicha eng zo'ri. Chunki bo'y kichkina bilan bo'y uzun, Don Kixot ko'rsatadi. Ha. Don Kixot judayam. Qarang, ko'ramiz mana. Berbatov, Duvay. Qani sen o'yiningga bir baho beraylik. Endi Ferdinand. Aha, davay, keling. Cannavaro. Carlos, Javier Alonso, Pas, Raúl, Berbatov! Qanaqa gol urib tashlayapti akalar? Vashshe dahshat. Bitta double touch va bitta gol. Bitta raqibni hozirgi xatosi match-upni ko'p ishlatib qo'ydi akalar. Yopishmay turdi chunki. Mana unaqa sekin borish kerak oldiga. Mana borsa mana sekin oldirib qo'yadi o'zi. Raqib kontrolda o'ynar ekan. Shoshilmay o'ynaveramiz. Mana o'zi boshlanyapti. Mana pas beradi qaranglar. Mana pas qaranglar, qanaqa pas bu? Hey! Ne qilib aylantirib yuboramiz va 2-0 bo'ladi akalar. 2-0. Shunaqasi o'ynasanglar mana paslar, pas ko'rasizlar. Kutib turib, ozgina kutasizlar. Ozginagina kutib turib, bitta pas chaqalab berib yuborsanglar, vashi zo'r bo'ladi. Ha. Raqib shunday kontroldan voz kechmoqchi emas va mana oldirdan qo'ydi. Berbatovga bitta pas beramiz. O'tib keta olmaydi. Sal mana shu yerda hozir xatom aytib o'tib ketaman akalar. Xatoyim bu yerda ertaroq pas berib qo'ydim. O'zingizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Keling, mana bu yerda hozir mana bunday o'rtaga beramiz. Berbatov oladi. Olish kerak edi plan bo'yicha, lekin ola olmadi. Debuyni kallada yutish kerak. O'tga Raul. Javier Alonso davay. Anonga bermoqchi edik, adashib ketdi. Va Roberto Carlos bu yerda hozir olib qo'yadi. Mana yo'lni to'syapti, ko'rasizlar. Mana sekin o'zi yopishishga o'tyapti raqiblar. Roberto Carlosga pas tashlaymiz. Va tepadan hoppa Shevaga. Mayli bo'lmadi, lekin Shevadan gol. Xatodan foydalanishni ham bilishinglar kerak akalar. Bu yerda juda ham xatodan foydalanish juda ham zarur. Vashi kerak. Davay raqib endi chiqib ketmas endi. O'ynaylik endi mazza. Qani? Shoshilma. Pas. Yana, yo. Bu yerda xato qilib qo'ydik, chunki Roberto Carlosga pas tashib, zamahga o'tib ketsak ham bo'ladi. Mana ikki marta acceleration yugurib o'tib ketsak bo'ladi. Mana Javier Alonso. Uning foydasi ham bor bu yerda. Mana Cannavaro. Hop. Mana bunday tashlaymiz. Shoshilmasdan muhim ishonch aka. Mana pas. Voy, mana shu yerda to'xtatmasdan pas berish kerakmidi? Yo, lekin o'xshamadi aka. Kelini davay. Kelini. Voy, mana bu Ferdinandni o'rgansang bo'lmaydi. Hop. Pas beryapsiz. To'xtatish kerak. E'tibor beringlar to'xtatishga. Ana buni pas deydi. Berbatovga bitta pas beramiz. Davay! Hoppa! O'xshamadi aka. Endi Kafudan Berbatovga pas beramiz. To'xtatishni ko'rdinglar mana. Uzoqqa to'xtatib, mana kallada tiqasizlar. Qatqatan berib chalib yuborsanglar ham bo'ladi. Bo'lmaydi ekan, adashmasam. Ana, Cannavaroning foydasi. Lekin pasi Nitoda, shu pasni bekor berdik deb Cannavaroda borib, yugurib olib qo'ydi. Yo'q, ola olmaydi. Cannavaroning zashtasi zo'r. Zashtasiga umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Apornida yaxshi zo'r o'ynaydi. Apornida juda ideal o'ynaydi. Raulga pas beramiz. Rauldan sekin tepadan Shevchenko yutadi ana.
O'ziga. Voy, o'ziga emas, men aytdim, pasga bermoqchi edim. Akalar sal nito bo'lib qoldi. Salgina nito bo'lib qoldi. O'shaning uchun pas ham nito bo'lib ketdi. Xo'p, ikkinchi taymga bosamiz unda. Короче, hozir ikkinchi taym sraz boshlanib ketadi va yana gol urishga harakat qilamiz akalar. To'xtab qolmash kerak. 3 ta gol urdimi deb ana o'qimash kerak. Mana raqib уже sekin negadir asabiylashyapti. Уже raqib bilinib turibdi. Asabini qo'zg'ayverish kerak. Gollarni nishonlamasdan faqat akalar olib qo'yamiz mana. Ko'ryapsizlar, qanaqa olib qo'yishdi. Mana Ravuldimda orqaga. Yo'q. O'xshamadi, chunki pasni yaxshi bermadi. Mana pas. Tepadan pas bo'ldi bu. Davay. Hop. Bu mana o'sha raqib boshlayapti. Sekin biz ham boshlashimiz kerak. Bunaqasi tepadan bitta pas beramiz, o'tib ketishimiz kerak. Plan bo'yicha Ferlan Mendy bo'lmaganda o'tib ketardik. Davay, yaxshi. Mana. Sekin shoshilmasin bu tepaga. Bundoq. Tak, bundoq. Berib sal kechroq, ertaroq tashib qo'ydik. Lekin biz bu yerga olib qo'yamiz. Bizdan ham olib qo'yishadi va yana biz olib qo'yishimiz kerak edi, lekin o'xshamadi. Lagi tufayli o'xshamadi. Kanamini yaxshi o'rdi. To'xta. Tepaga. Sekingina bunday o'tkazib yugurib o'tkazasan va pas berasan. Davay Berbetov. Olib qo'y Berbetov. Nega ola olmaysan, ey? Ola olmayapti-da akalar, ko'ryapsizlarmi? Xo'p, qaranglar. Neymardan Xavi Alonso aniq olib qo'yish kerak edi. Plan bo'yicha yana olib qo'yadi Xavi. Va bunday bitta orqaga bunday qilib turib, nima qilasizlar? Va tepaga bitta pas berib, xo'p, Raul ochilishini kutib turib, bitta shaqillatvoramiz va yana bitta shaqillatib turib, zarba beramiz. O'xshamay qoldi. Zarbaga kelganda chichivardik. Ugul ishladik akalar. Ugulni ham hozir juda ham ideal qo'yamiz. Qarchi, mana shu yergacha ko'ryapsizlar akalar, bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rgan bo'lsanglar shu yergacha akalar. Mana qaranglar, mana ugulni tashlaymiz tepadan. Qaranglar. Bitta kallada tiqib ketishga Cannavaro harakat qilamiz, lekin Cannavaro qiyshiq tepadi. Qiyshiq kalla qo'yadi, to'g'ri. Davay kafu yutarsan da. Yo'q, yutmaydi, chunki bo'yi kichkina va attacking full back. Keling, yaxshi. Lurisdan sraz tepkor raqib tasabini bo'z. Aha. Davay bu yoqqa qayta. Hop. Yo'l to'sayapti, raqib ko'ryaptilar, raqibni. O'ziga qaytar, Raulga, mana bunday pas. Davay De Bruyne nima qilyapti bu yerda akalar? Berbetovku. De Bruyne deb o'ryapman, nima qilay? Mana. Akalar olinglar buni. Maslahat. Sizlar uchun katta, juda ham ideal maslahat. Zarba! Wow, o'xshamoqda. Voy, chotki double touch qildik. Bu ham o'xshamadi. Sal o'xshamay qoldi. To'g'ri. Sal udardan ito qildik-da. Fake shot qilib, bu yoqdan tepsak ham bo'lardi. Bu ham bo'lmadi. Qarang, shunaqa kuchaytirishlar kerak bo'lsa, akalar, kuchaytirish, shunaqa taktikalar kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanalimda hamma narsa bor akalar. Keyin Treasure link keldi, o'shanga yordam beryapmiz. Qizili menda bor. Qizilni hammasini o'tkazib berishga yordam beraman. Masalan, mana videodan keyin bugun ham o'ynaymiz akalar bilan. Davr. Kanalga yurdi. Pas beryapti. Mana Raul pas. Qaranglar akalar, bu to'xtatib. Yo, mana shu yerda xato qilib qo'ydik akalar. Bosib yuboribman endi. Bir qashq qandan keching. Akalar, mana ko'rdinglar, dahshat o'yinlar bo'ldi va bu yerda Shevchenkoga ham, Berbetovga ham katta rahmat. Berbetov sinab o'tdik va 10 dan 9.999 ball beraman akalar. Nega desalar, reyting pastroq. O'shaning uchun. Xo'p, 10 ball bersam bo'ladi-ku deydigan bo'lsalaring bo'ladi, lekin sal yetmayapti-da, sal nimadir yetmayapti. Qaranglar, o'zi golni ko'ryapsizlar axir. Toqid qo'rishlari buni vashshe dahshat ekan-da. Endi mana bu yerda pasi ham bor adashmasam, mana bu yerda pasi bor, mana qaranglar. Oppana, ko'rdinglar? Pas qaranglar. Dahshat. Endi 3-chi golni ko'ramiz. Qaranglar. 3-chi golda nima bo'ldi? Mana
Carlson sirasi past va kallada bo'lmay qoldi va xatodan foydalanish oqibati. To'g'ri pozitsiya tanlasanglar, xatodan juda ham zo'r foydalanishlar. Shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar akalar, bitta like bosib qo'yinglar va obunani ham bosib qo'yinglar akalar. Chunki men bittadan ochdim, to'g'ri, 1100 ta bo'ldim. 2000 tani urishimiz kerak. 2000 ta urib qo'yaylik akalar. Keyin Instagram kanalga hamma kanallarga qo'llab-quvvatlasanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim akalar. Joninglar sog' bo'lsin, qarochi. Sog' bo'lasizlar akalar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr. Rahmat.